Televizor bilan gaplashadigan zamonga keldik. Nima sababdan deyishlaring mumkin. Ushbu televizorimiz yordamida, ya'ni ovoz orqali bemalol gaplashsangiz bo'ladi. Qo'limda pult yo'q, ko'rib turibsizlar. Ushbu pult televizorimizning pulti. Pultini bu tomonga olib qo'yamiz. Ko'rib turibsizlar. Okay Google. Поставь 4K video через YouTube. Ko'rib turganlaringdek ushbu televizorimiz ovoz orqali 4K formatda bo'lgan videomizni qo'yib berdi. Okay Google. Открыть ITV. ITV platformamiz ya'ni. Okay Google. Pagoda Fergani. Ko'rib turganlaringdek, ushbu televizorimiz sun'iy intellektga asoslangan bo'lib, insonni ovozi yordamida ham bemalol boshqarsalar bo'ladi va ushbu funksiyamiz faqat TCL brendiga tegishli bo'lgan premium segmentdagi QD Mini LED televizorlarida bo'ladi. Bemalol xarid qilgan kelsalar ham bo'laveradi va mana orqalarini ko'rib turibsizlar. 12 kompaniyasi tomonidan 201 kanalli kolonkaga ega, ya'ni ikkita kolonka va bitta subwoofer bo'ladi. Va ushbu televizorimiz haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring, profilimizga o'tib, bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Bu yerda oddiy LED televizorlari bilan, ya'ni mini LED televizorimizni farqlab to'liq ma'lumot berganmiz. Bemalol profilga o'tib ko'rsalaring bo'ladi. Va narxiga keladigan bo'lsak, ushbu televizorimizni sizning ijozalaringiz uchun chegirma narxda $550, ya'ni 6.750 ming so'm qilib belgiladik. Kimga xuddi shunaqa premium segmentdagi televizorlar zarur bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmanglar. Yana bitta narsa, ishdan charchab kelganlaringda televizorni o'chirib qo'yaman, pulni qani deb yurmaysizlar. Ushbu televizorimiz yordamida bu oson. Okay Google. Отключить телевизор.